Assalomu alaykum aziz hamyurtlar. Yutirish qog'ozlari yana bitta Abdulaziz ustadan. Oddiygina afsona fason darvozamizda yana bitta turi. Va xolosa bitta. Ko'rishlaringiz mumkin. Bo'yi uzunroq bo'ldi nisbatan narigi darvozalardan ko'ra. Hop, aytadigan bo'lsak, buni bo'yi 453. 453 uchun ozina qanotimiz kichkinalik nima kattalik qilgani uchun, katta mashina sig'sin deganlar uchun mana shu yerda qo'shimcha taraflarni ko'paytirib yubordik. Bu xolosa bu birinchi, ikkinchi qanoti. Sentruchkalarni o'rnatib qo'ygan, bitta qanotini eshikka olib chiqib qo'yganmiz. Uni kaltka holati, bu ham shu holatda. Kallasi sal kichikroq bo'lsin deganlar uchun shuni bo'g'ib yurasatib qo'yganmiz. Hop, tahya holati bor. Tahya holati ham tayyorlab qo'yganmiz. Mana lazer holatda bo'ladi. Yondargi nalishkalari bo'ladi. Nalishkalari ham mana shu holatda bo'ladi xolasa. Mana shu holatda tayyorlab, buni ham nalishkalarni qo'yamiz. Mana shu holatda bo'ladi nalishkalari ham. Hop, bu ham shu aytganimdek 495 ini, mana nalishkalari. Bo'yi 315 bo'lgan holatda. Mana nalishka holatlar. Mana shu o'zini lazer qilib bergan deyishgancha egalari oylanib tursin deganlar uchun buni ham mana shu holatda qilganmiz. Buni nalishkani ramkasi kraska holatda tayyor. Kraska shukkadan chiqayotgan, kraskaga sepishga tayyorlab qo'yilgan. Yonlarini aytadigan bo'lsam 10 govon holatda bo'lgan. Buniki ham 10 govon holatda bo'lgan. Xudo xolasa, uni bitayotgan darvozamizni nalishkasini ham xudo xolasa joylab boramiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa murojaat qilishlari mumkin. Nomerlarimizni qo'yib qo'yganmiz. Ayrim videolarimizga murojaat qilsangiz, yo bo'lmasa qo'lidan keladigan odam svarchi ustalar bo'ladigan, tushunmayotgan bo'lsa telefon qilsa tushuntirib olamiz, aytadi. Xudo xolasa kuzatib boring. Abdulaziz ustadan yana ishlarni joylashga harakat qilamiz, xudo xolasa. Abdulaziz usta xizmatingizda.